Bitta narsani to'g'ri tushuninglar. Bugun 3 soatning ichiga 40 millimetr, buni oddiyroq qilsam 1 oylik yomg'ir 3 soatning ichiga yog'di. 1 oylik yomg'ir yog'di. Juda katta yomg'ir yog'di. Bitta bu joy emas, ko'p joylarimizni suv bosdi. Endi mana ko'p toplaydi mana qirib. Hamma uyingizni ham qilib beramiz. Joyingizni ham qilib beramiz. Bu joylar endi bu suvni bo'yiga o'zi uyni qurish bu noto'g'ri, bu suv ko'p kelib qolsa baribir suv bosadi. Yordam berish uchun keldik, qarash uchun keldik. 2026 yilning 23 may kuni Samarqand viloyatida kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik ayrim hududlarda suv toshqinlarining yuzaga kelishiga sabab bo'ldi. Xususan, Samarqand shahrining Fidoyilar mahallasida joylashgan shahar kanali sohilda o'zboshimchalik bilan qurib olingan ayrim uy-joylarni suv bosdi. Natijada ba'zi uylarning devorlari qulab tushgan. Viloyat hokimi Adiz Boboyev zudlik bilan voqea joyiga yetib bordi. Tegishli xizmatlar mutasaddilari bilan birgalikda hududdagi vaziyat o'rganilib, tezkor choralar ko'rilishi tashkil etildi. Jumladan, zarar ko'rgan xonadonlardan fuqarolarning buyumlarini boshqa joyga ko'chirish, ularni vaqtincha yashash joylari bilan ta'minlash hamda oziq-ovqat va zarur buyumlar yetkazib berish ishlari yo'lga qo'yildi. Birinchi 11 ta oilani olib chiqish masalasi. Bularga ichida bir qo'shnisi bormi, qarindoshi bormi, nimasi bo'lsa vaqtinchalik olib chiqinglar, ularga pulini beringlar. Masalan, hech kunlik 1 oylik pulni siraz 1 oyligini beringlar. 1 oyda ichiga masalan yechib bularni qo'liga pul beramiz. Bularga aytinglar joy topib bersin. Joyini qidiraversin, qolganlar ham joyini qidiraversin sekin. Joy topib harakat qilaversin. Viloyat rahbari jabrlangan fuqarolar bilan bevosita muloqot qilib, ularga har tomonlama yordam ko'rsatilishini, jumladan uy-joy bilan ta'minlash masalasi tegishli tartibda hal etilishini ma'lum qildi. Biror narsa qolmaydi opajon. Narsam qolmadi, hammasini bossin. Hozir hammasini olib chiqib, chiroyli qilib berishadi. Muammo bo'lmaydi. Ko'ngli xotirjam qiling. Kalasga berishdimi hozir? Bo'ldi. Hammasini qilib berishadi. Oziq-ovqatni ham qilib berishadi, boshqasini ham qiladi. Lekin iltimos faqat bundan keyin bunaqa joyga uy qurib, yana samostoятельно qilmanglar bu ishni. Soyni ichiga pramo uy qurilganda endi bunaqa mumkin emas endi. To'g'ri tushuninglar. Bo'ldi, endi bundan buyog'iga bunaqa qilmanglar. Hokim baba bitta narsa olib chiqmadi. Hammasi uy tanga yo'q. turpoq bosdi. Hammasini joy-joyga qo'yib beramiz. Ko'nglingiz xotirjam. Dorilari qolib ketdi. Hozir dorisini ham beramiz. Mana kalyaskasini berdik. Hammasini qilib beramiz. Har bitta oilaga hozir mashina ham qo'ydik, odam ham qo'ydik, sizlarga joy ham, oziq-ovqat ham hammasini qildik. Shuningdek, viloyat hokimi yerto'la va hovlisini suv bosgan xonadonlarni ham ko'zdan kechirdi. Uylarning holati o'rganilib, xonadon egalariga zarur yordamlar ko'rsatishga kirishildi.